Ulug' Tengri taoloni oti bilan aziz do'stlar va hurmatli radio televizioni Milliy Afg'onistonning ko'rgichlari va muxlislari, O'zbek dasturimiz Samangon viloyatidan xush kelibsizlar. Aziz ko'rgichlar, men xeyli xushholman. Bugun bir ehtifol distajami to'ygaman va xushbaxtlik joyi zamina boylarimizni Samangon viloyatining ojiz sohiblarini va boylarini va sarmoyadorlarini tomonidan barcha kambag'al va bebazaat xalqimizga muyassar bo'lgan va faroham bo'lgan va biz O'zbek dasturida shu irtibotga taxsis berganmiz va sizlardan ham xohlimiz avvaldan ta oxirigacha bizlar bilan bo'lingizlar, bu O'zbek dasturimizni ko'ringizlar. Bu O'zbek dasturiga xohlimiz bu barnomani irtibotiga bilsak, bu barnoma kimlarning tomonidan va qancha xazina topgan yo masraf bo'lgan va qaror qancha kelin kuyov bu ehtifolga bugun ishtirok qilsa va bu dasturdan mustafid bo'lsa va kuyovlarda ham didgoh va nazarlarini, so'zlovchilarini va ehsosi xushligini ham eshitamiz va mardimlarda ham so'zlaganini va gaplarini va musohibalarini va didgohlarini irtibot istiqbol va purisa eshitamiz va boshqa irtibotlarda bu O'zbek dasturga albatta tuzatganmiz va sizlardan xohlaymiz-ki, bizlar mana bo'lingizlar, bu O'zbek dasturimizni ko'ringizlar. Afg'on seton o'lkamiz, bir chaman bir lolamiz, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'on seton, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'on seton. Islomiy imorat bu, atri ozodi xushbo, har musulmon bolasi ochilgan chun lolaru. Islomiy imorat shu, adl vahdat tarozu, har tomondan eskilar sabzi tarovat shudu. Islomiy imorat shu, adl vahdat tarozu, har tomondan eskilar sabzi tarovat shudu. Birdam u bardam bo'lib istiqoma Afg'on seton, fathu zufar inqilob salom Afg'on seton, fathu zufar inqilob salom Afg'on seton. Afg'on seton o'lkamiz, bir chaman bir lolamiz, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'on seton, shar'iy Alloh olamiz, ehtirom Afg'on seton. Aziz do'stlar va hurmatli radio televizioni Milliy Afg'onistonning ko'rgichlari, O'zbek dasturimizda davomiga xush kelibsizlar va xushbaxtlik joyiga qabotimizga hurmatli ojiz sohib Abdulxoliq Muhammadi albatta bu dastajami to'yda mas'ul barguzorisi va ko'proq bu kishi bilan gapiramiz. Hadaf az barguzori bu to'y nima va budjasi qanday ta'min bo'ladi va kim kishilar bu to'yga yo bu ishi xayrga hamohang va hamkorligi bor. Ko'proq bu hurmatli ojiz sohib ham gapiramiz. Salom ojiz sohib, vaqtingiz xayrli bo'lsin. Mendan aytib o'tsangiz, O'zbek dasturimizning boshlig'i hadafi barguzori bu to'y dastajami nima edi? Va alaykum assalom, bismillahirrahmanirrahim. Hadafi barguzori bu to'y dastajami az ki bir تعداد جوانlar, yigitlar ihtiyoc edi, kudreti tim idi ki bu arası kısım paysası yok idi. Tamam umur sargardon nalan idi. Şunun için bizler Cenab-ı Alhaj Şeyh Sayıp Zekeriya Khan ve Vali Semine Volter şu mevzuya bas kıldık. Bilahare şu neticeye ciddi ki bxeyr bir to'y dastajami qilamiz. Tamamı yigiti viloyati Samangon'daki Şirinxonli bo'lgan bo'lsa, da to'y qilamiz. Fazli Xudovand bugun şu mahfilde qildik. Yendan men basati bir nafari ki şu işte icra qilsak, man va tamamı bu توی دست جمعیت تمامی اهل خیر سمنگان کمک کن با مشوره جناب محترم والی صاحب و شیخ صاحب و محسن سفیرler و اهل خیر bu mahfil tuzat. Katagon rahmat, hurmatli ojiz sohib, bu irtibotga aytib o'tsangiz ki bu marosim dastajami to'yiga qancha kelin kuyovlar ishtirok qilgan va nima imkoniyatlar sizlarning tomoningizdan barlariga madnazar olingan va muyassar bo'lgan? Tashakkur. Birisi 70 zavj va zavja, yani qiz va o'g'il. Bunda Şirinxonli bo'lgan edi, qudrati timirdi. Bu to'yni biz qildik. Har damatga bir ko'ylagishton, bir jamper, bir kulla, bir but
بر کرتویزار زیرپیرانی همسını مکمل بیردیک و بر مغروب نخته بیردیک خرچیسی بمسا بر مشکلات نرخصن و محفل عروسی تویدی یکی اوتل گوالدک بر اوتل عروسی قصر ریاض برام قصر الماس قصر ریاضگاه خاتنlar و قصر ریاض الماسگاه ایگیدلر مردم مسافرlar همسو تجمع بده البته با عروسی برای حل مشکلات شو ایگیدلر انشالله برز 70 نفر بار بخیر ایندن که رخصت قلمز هر دامات آتنه اوقدک خاتن هم کسه یا قز کسه بر نیچه روپی لازم دید امکانه بار که 5 میلیون روپی نقطه بلرگم برسک و توکل به خدا هر نیست که از شپلش تصمیم آموز که 5 میلیون روپی بیارمز قنا کوری که مسافران نما فیصله قلده سانشون چه بیارمز دعا بیارمز بخیر کسن آینده درشان خداوند بلرگت تلیمز روزگاری خوش با سعادت. Katakon rahmat hurmatli Oji Saib bir irtibotga aytib o'tsangiz ki bu marosimi to'y dastajamini sizlar barguzor qilibsiz. Qancha xazina olgan va kimlar tomonidan tamwil bo'ladi? Hazinasi şu mardمی عالی خیری ولایت سمنگان همه کمک کردن به اندازه قدرت bir تعداد زیاد bir تعداد کم فقط مردمون دو وزد داوطلب کلیب شو پیسانی بیرده جمله پیسası 16 لاگو 28 من گوش چیز قرب بگن کن ده فعلا مصرفی به اصطلاح کالا و گپ سخنه 5 لاک و 31 من گو برز 45 رفع مصرف بگن متوقعسنه پیسه شو تلده مصرفینه بیارم قاغانه shu yillarga inshaalloh taqsim qilamiz. Hurmatli Oji Saib bir gap janga Samangon viloyatga necha yildan beri bir kampeshina bir ish degandi va aytayotganingiz boshqa tojirlardan ya'ni ayniq sizlar shu ehtifolda Samangon viloyatga oldilaringiz ya'ni boshqa viloyatlarga barguzor bo'lsin irtibotga aytayotganingiz nima? Hadaf shu ki bir ta'dod yigitlarimiz paysasi yo'q, shirinxo'ri bo'lgan, qudrati yetmaydi. اگر وضو به تنهایی شد محفل دو تلگه واسه مصرف خوب بوده شروع چون ما بزایده که شو مصرف تو جلوی واسه شویگیلرده هم هستن بجای تصمیم آلده که شو در بدردن شویگیلر خلاص بسن ولرده زوریت میده سان زور من توی خلد مجبور جهان خارج که تده یولگه ولده یا تومه مایی بوده یا کنیز خارج بوده با خیلی خوب یخشی مردمگاه کمک بوده در بدردن خلاص بوده آینده هم امیدimiz var ki şimdi اتحاد اتفاق دستجمعی توی خلک başka bir masraf gızafu bu derbedenen mardum kurtulsun ve bu abrumandana zindegisini tüzelsin. Şu masraf vizayı ki mecayı ki kıladı şunu inden uzun uyuya zindegisiye masraf kısın. Şu mardumin mutamavil o Ali hayırdan kağan şılman ki komak kısın bir cay bir ihtiyada tüzelsek şu daim şu توی دست جمعی ایلیگه کی قلا وش قلا واسک شو مردم مشکل حل بسن ان شاء الله خیلی abrumandon bo'ladi. Ko'p yaxshi hurmatli Oji Saib albatta bir kelin kuyovga sizlar tomonidan qancha masraf dar nazar olingan va bundan ham aytsangiz agar dar suratiki bir kelin kuyov to'y qilsa qancha masraf kerak bular marosimi to'yini barguzor qilsa? Agar o'zlari mustaqil qilsa xo'p bu paysa ko'p bo'ladi 5 lag 6 lag o'lnaga jetadi u bechorani 10 ming zuri yetmaydi son majbur qarz oladi tamom uni darbadar و بیچاره بگن شنو چیم بس تصمیم آلده که باید ایگیدلر بایلر متمول اهل خیر باید پیسه انداز خستن باشه به تویلرده دائم دست جمعی باید حلال خوشی و سعادت اجرا قصد شو بگن قلدک یندن bu inşallah مشکل مردم حل بوده شو ایگیدلرimiz bu derbederden kurtuladı başka جهان خارج هم ketmedi inşallah şu vatanımızga xizmatgor bo'ladi. Ko'p yaxshi. Hoji Saib kasoi ki bu to'yga sabtinom qilgan uchun qancha vaqt siz muhlat berib edingiz prosesay sabtinomingizni qanday edi albatta katakonlarni tomonidan ma'rifi bo'laydimi yo har kim o'goy topdi kelib sabtinom qilg'ichidi nima raqam? Arz qilaman 12 nafarni men tayin qildim Samanga 12 sohadan aytdim shular sabtinom qilsa zamon bo zamonat ular sabtinom qildi oxir o'ltirdik jirga oldik muhosaba qildik ki 170 nafar bo'lgan ekan shu 170 nafarda tasmin oldik fazli xudo bugun to'yini qildik va albatta bu ba mashvara muhsin safarlar va yigitlar ahli xayr ki o'ltiramiz jirga olamiz shuning uchun bas qilamiz masrafini bas qilamiz va shuning uchun shu paysa andozi ki bo'ldi shu mardimga ahli xayr bergan va ba ittihod ittifoq va nazariyak با صداقت و راستی inshaalloh bu to'y bo'lgan. Katakon rahmat hurmatli Oji Saib payomingizni va aytayotganingizni eshitamiz. Teşekkür, cihani teşekkür, hoş geldiniz. O'zingiz ko'rasiz, egillar o'ltiribdi, hamma navjavonlar, hamma mardumi g'arib, benavo, paysasi yo'q, fakir.
orzumuz bor ki doim shunday ishlar qilsak, shu mardumning mushkulotini hal qilsak, obro'mandona zindagisini bersin. Uylaringiz obod, xonalaringiz obod, Tengri Taolo sizlarga ajr bersin. Tashakkur xona obod, sizlarda keldingiz, bizni qadr qildingiz, bizni musobaqa qildingiz, bizni satomimiz bu mardumni azoniga eshitadi, son shu mavzuga bas qiladi, inson kulliga mutavajjih bo'ldi. Endi urf va odat bo'lsin, xeyli yaxshi keladi. Aziz do'stlar va hurmatli Radio Televiziya Milliy Afg'onistonning ko'rgichlari va muxlislari, O'zbek dasturimizda davomiga xush kelibsizlar. Va xushbaxtlik joy, men bir akamizni qabotidaman va bugun qarorki bu kishi to'y qilsa va kuyovlardan kishilardan biri va ko'proq gapiramiz, esosini so'raymiz, bugun ne esos qiladi va bu to'y distajamidan qancha xush. Avvalga bu kishi bilan ma'rifi bo'lamiz va undan nori boshqa e'tiborlarga hamkalom bo'lamiz va so'zlaymiz. Salom ehtirom sizga akajon bo'ladi, o'zingizni va bizlarga va aziz ko'rgishlarga ma'rifa qilsangiz. Alaykum salom va rahmatulloh. Mening atim Ahmadxon, viloyat Samangon, Qaratay xonakdan bo'laman. Bugun shu arusiy dastajami alhamdulillah bazgural bo'ldi bizlar. Katakon rahmat, salomat bo'ling, xeyli ko'pdan ko'p qutlug' bo'lsin. Endi mashallah kuyov bo'ldingiz. Salomat bo'ling, hamjinan sizlarga qutlug' bo'lsin. Katakon rahmat. Va esosingizdan o'tdingiz. Bugun ro'za xushi va xushi kunlardan qancha xushiz va ne esos qilasiz? Alhamdulillah bugun bu to'ydan bizlar xeyli xushmiz. Xatirki az tarafi Bunyodi Xari viloyat Samangon barguzar bo'linibdi. Alhamdulillah bu javonlar ham bor, huzurlari bor shularda. Taqriban 160 nafar shuda dastajamiga ishtirok qilingan. Alhamdulillah bizlar xeyli ehsosi xushlik qilamiz bugun. Ko'p yaxshi. Va boylarimizni va sarmoyadorlarimizni, Samangon sarmoyador va Samangon boylarimizni Xudovand ajr bersinki, bunday bir zaminani masoid qilibdi, faroham qilibdi. Hurmatli qorisoy, mendan bizga aytib o'tsangizki, bu to'y volalarni tomonidan yo bu komissionni tomonidan nima imkoniyatlar sizlarga madnazar olingan va berilgan? Alhamdulillah bu baylarning tarafidan arus va damatga shuniki lozimi bor, lozimini va tibqi o'zining xostiga anjom berilgan, o'zining xostiga luka baroval qilgan. Shu bugun arusga o'z lozimini bergan, damatga o'z lozimini bergan. Alhamdulillah bizlar ko'p ehsosi xushi qilamiz. Damatlar ehsosi xushi qiladi. Xayr ko'rsin sarmoyadorlar. Biz alhamdulillah musulmonlarga ko'mak qiladi. Ko'p yaxshi. Va hurmatli qorisoy, bertibotga aytib o'tsangizki, bir kuyov necha nafarni bu marosimi to'yga da'vat qiladi? Albatta komissionni tomonidan. Komissiya arusiy dastajamning tarafidan ikki tarafga arus damatga har qaysiga 6 nafar ijoza bergan. Kuyov tomonidan 6 nafar, kelin tomonidan 6 nafar, 12 nafar. Xo'p, ko'p yaxshi. Albatta 12 nafar. 12 nafar bola. Ko'p yaxshi, ko'p yaxshi. Va bu prosesga boylarning tomonidan albatta olinibdi va buni qancha ahamiyati bor? Albatta ko'rib turibmiz, ba'zi yoshlarimiz albatta vaziyat iqtisodiysi yaxshi emas, berun az kishvar ketadi yo berun az viloyat ishlagani qoti ishlarni qiladi. Bu irtibotga qancha ahamiyati bor? Bu e'tiborga ahamiyati xeyli bor. Baxotirki javonlarimiz ham amin bo'ladi, iqtisodiy javonlar ham barpo bo'linadi, fisq fasod ham azban ketadi. Hammani esa barobarda bo'linadi inshaalloh. Bu barakati himoyai bu boylar. Katakon rahmat, hurmatli qorisoy, bo'ladi. Aytayotganingizni va payomingizni bizlarga va aziz ko'rgishlarga aytsangiz. Payomim shuki, javonlar bilan xayrixoh bo'lsa, javonlar bilan xudkifo bo'lsa, javonlar bilan hamisha ko'shish talosh qilsa-ki, o'ziga bir sarmoyasi qo'lga olib kelsa, o'z zindaligini jo'rlasa va aytayotganingiz va xohlaganingiz boshqa boylardan nima balki barnomalar idomasi bo'lsa? Bunda xostimiz boylardan alhamdulillah sarmoyagazar lukasi bayt har fardi faqir va bevazat viloyat Samangonga mutavajjih qilsa, ro'zg'orlardan xabar bo'lsa, har mushkulatiga bo'lsa unga rasdorlik qilsa. Bugun ham xushalmizki, alhamdulillah shuncha javonlarga hamkorlik qilibdi, arusiy dastajami bularga barguzar qilibdi, ehsosi xushi bo'ljay, iftixor. Boylardan shu darxost qilamizki, shu fuqaroy viloyat Samangonga mutavajjih bo'lsa. Katakon rahmat sizdan.
tashakkur xayr. Shundoq ko'rasizlar, men kuyovlarni qabotidaman va bu marosimi xushi ro'z. Albatta marosimi distajami to'y va bu kuyovlarni va bugun kasoi ki to'y qiladi ham nazarlarini, ehsoslarini va bu to'ylardan qancha xush va bu boylar ki bu zaminani musoid qilibdi va faroham qilibdi, qancha istiqbol qiladi va boshqa e'tiborlarga bu kishi bilan ham gapiramiz. Avval akamiz bilan ham ma'rifi va sizlarga tanitamiz va undan ko'ra irtiboti o'zbek dasturimiz gapiramiz. Salom akajon bo'ladi, o'zingizni bizlarga va aziz ko'rgishlarga tanitsangiz, otingiz nima va Samangonni qaysi jeriga yeshasiz? Salom arz adab. Otim Mervays, Eta Qo'shirmondanman. Necha yil bo'laydiki siz nomzod qoldingiz? Men chizigam 4 yil bo'ldi. Chizigam 4 yil bo'ldiki nomzod bo'ldim. Va deganki xushoyandmanki az boylar, shaybaylarni boylardan ki bu desa jamini olibdi va bir raqam hamma birodarlarni qobatida o'tirib biz ham to'y qildik va Xudoga azor va shukr etamiz. Xudoning rahmat va barakatini bersin. Katakon rahmat. Mendan aytingki bu boylarimiz shu zaminani kambag'al afrod yo afrod niyozmand yoki yoshlar ki tavonoyi to'y qilgan jo'q edi, zaminani musoid qilibdi. Qancha istiqbol qilasiz va qancha xursandlik qilasiz? Istiqbol shuncha qilamanki bir inson to'y qilolmaydi va 4-5 lakka zo'ri jetmaydi. Böyle boylarimiz, shu aybakli boylari Musafidonay aziz ki bugun bizlarga qobatimizda to'xtadi va 4-5 lakdan yetkazdi bizlarda. Hali xususan adam agar to'y shaxsi qilaman desang 5-6 lak garanti masra bo'ladi. Bugun shu Musafidonay aziz aybaklardan bugun degar disajamiga ham birodarlarni, ham ag'inlarni bugun xushol qiladi va deganki to'yni qilib berdi. Xudoman hamisha kamyob bo'lsa sarbaland bo'lsin. Ko'p yaxshi. Qanday bir purisadan siz xabar bo'ldingiz va qanday sabtinom qildingiz? Mesha Oy Sayfiddin deydi, xonasobat xayr ko'rsin. Bir do'koni ham bor. Bo'ladi, Yig'ori bozorda edim. Bir kesi shunda o'tib ketadi dedim, bir nafari keldi aytdi, biz dedi to'y qilamiz dedi. Bali. Bular olatdi kesing, men ham aytdimki, men ham to'y qilgan jo'man. Men aytdim, "Sen to'y qilgan bo'lsang, dedi, men to'y qilib beraman" dedi. Ko'p yaxshi. Ko'pdan ko'p xushol bo'ldim. Sen keldingmi, maslahat qildim bulardan, hammasidan va buloqara bilan tafovul qildik. Bugun buloqara degan shu kuyovlarda qobatiga o'tiribmiz. Va xayr ko'rsa xonasi obod Oy Sayfiddindiki bugun bizlarga shuncha ham xusholikni bizga saqildi uchun Musafirlar azizlardan va ma'lum soy doktor Xoliqdan ki bugun ham niyatimiz ham sayi va buloqara az hamma lihozdan biz fe'lan Afg'onistonimiz oromish. Katakon rahmat Mervays aka, payomingizni va aytayotganingizni bu o'zbek dasturida haqida eshitamiz. Va degiki boylarimizdan ko'pdan ko'p xushalmizki bugun hamma shu aybakli boylari ediki bugun musafirlar ediki bugun jishtirildi va hamma bizni jishtirib berdi esa qildi va xonasi obod. Bugun shu holatga biz xushalmiz. Xudovan ulardan ham xushol bo'lsin. Katakon rahmat. Salomat zinda